Uylanmoqchi bo'lgan yoshlarimizga maslahat, ya'ni 3 toifa ayollar bo'ladi. Qaysi toifani oladigan bo'lsangiz fazilati bo'ladi va erkak kishi chidash kerak bo'lgan jihati bo'ladi. Birinchi toifa uyda o'tiradigan, uyda ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, farzandlar tug'ib tarbiya qiladigan, ota-onangizga xizmatini qiladigan, uyda yumushlar bilan band bo'ladigan ayol, bu qaysidir ma'noda fazilat. Endi siz unga chidashingiz kerak bo'lgan jihat, u bilan kelib vaqti bilan doim suhbatlashib turish kerak. Chunki u odatda tashqariga chiqmaydi, insonlar bilan ko'p muloqot qilmaydi. U yaxshi suhbatdoshga ehtiyoj sezadi. Bu chidash kerak bo'lgan jihat. Endi ishlayman deydigan ayol, u ishlaydi, oilaga ma'lum bir miqdorda o'zini hissasini qo'shadi. Hissasini qo'shgandan keyin ma'lum bir fikrlarni bildirishni boshlaydi. Endi bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, maslahat qilishga majbur bo'lib qolasiz. Uchinchi toifa o'qiyman deydigan ayol, buni endi o'qiyman deb oldingizmi, uni ilmi rivojlanishi uchun, o'sishi uchun kerak bo'lgan zarur sharoitni yaratib berasiz. Institutda o'qiyman deydi, magistr bo'laman deydi, doktoratura yoqlayman deydi, xullas shunga bo'lgan ishlarni qilaman. Bunga sharoit yaratib berasiz. Bu chidashingiz kerak bo'lgan jihat bo'ladi.